zavodlarga o'rnatilgan payti 24 soat ishlaydi va kam quvvatli, elektr sarfini ham ekonom qiladi. Aniqligi juda baland. 3D modeli Siemens NX programmasida chizilgan. Asosan motorlari, ehtiyot qismlari, o'qlari, oshiq-moshiqlari metalldan iborat. Bu bizning gumanoid robotimiz. Plansheti bor, ma'lumot chiqarib beradi. Ko'zda kamerasi bor, o'zi davomat qilish funksiyasini bajaradi. Buni dunyoni istalgan nuqtasidan turib boshqarsangiz bo'ladi. Hozir biz bunga sun'iy intellekt texnologiyasini qo'shish bilan hozir ustida ishlayapmiz. Aynan shu sxemamiz juda sodda terilgan bo'lib, 220 volt. Buni ichida bitta drossel turibdi, 30 ohmli. U 30 ohm 40 watt borib kalibratsiyaning konturiga, kondensator va katushkaga ulangan bo'ladi. U ikkalasi birgalikda IRFP 460 IGBT tranzistor orqali raksasiya qiladi.